Kredit olmoqchi edim, imtiyozli kreditlar mavjudmi sizlarda? Ha, mavjud. Qaysi mahalladansiz? Ravatniy fe'l. Hozir bizni mahallalari banklarga bo'lib qo'ygan imtiyozli kreditlar bo'yicha hokim yordamchisi orqali ariza qilasiz. Hokim yordamchisi sizni o'rganib chiqib tavsiya beradi. Keyin bu tavsiyangiz bizga kelib tushadi. Biz ko'rib chiqib, uni imzolaymiz 3 bank ish kuniga. İmzolaganimizdan keyin siz o'zingiz kredit orqali imzolaysiz. Kredit tikuvchilik, issiqxona, chorvachilik, hunarmandchilik, baliqchilik, kasanachilik, keyin qurilish ta'mirlash ishlari, santexnik va shu kabi yo'nalishlarga beriladi. 3 yildan 7 yilgacha, issiqxonaniki 7 yil, 3 yil imtiyozli davri bilan. 50 milliongacha olsangiz bo'ladi. 10 milliongacha naqd pul shaklida, qolgani ta'minotchi korxona orqali